Assalomu alaykum. Odatiy haftalik dayjestga xush kelibsiz. 29-sentyabr, 4-oktyabr haftaligi davomida O'zbekistonda va dunyoda marketing sohasida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida o'zimning fikrlarimni bildirib o'taman. Demak, birinchi yangilik O'zbekistonda 1-martda Markaziy Osiyodagi eng katta Jo'lbors festivali bo'lib o'tdi. O'tgan hafta shanba oddix kunlari. Kutilganidan-da juda ham ancha kengroq, ancha omadliroq bo'lib o'tdi deb hisoblayman ushbu festivalni. Juda ham ko'p dunyoga mashhur marketologlar, reklama mutaxassislari o'zlarining keyslari bilan, o'zlarining tajribalari bilan biz bilan bo'lishishdi. Juda ham qiziq bo'ldi va o'sha Jo'lbors festivalining asosiy qismi bo'lgan kreativ festivalning o'sha keyslari, ya'ni musobaqa qismida g'oliblar aniqlandi. Bu yil to'laqonlik qozog'istonlik reklama agentliklari ushbu festivalda dominantlik qilishdi, ya'ni asosiy yutuqlarni qozog'istonlik agentliklar egallashdi. GeForce Grey agentligi Grand Prixni qo'lga kiritdi. Undan tashqari yil agentligi yo'nalishida ham g'alaba qozondi. Endi o'zbekistonlik agentliklarga keladigan bo'lsak, ko'zga ko'rinadigan holat bu 360 agentligi o'zining tarixida 1-marta Jo'lbors festivalida nominatsiyada g'olib chiqdi va oltin Jo'lborsni qo'lga kiritdi o'zining yo'nalishida va Mano Branding endi ular o'rganib qolishgan bunaqa har xil festivallarda g'olibliklarni qo'lga kiritishga o'sha o'zining yo'nalishi bo'yicha oltin Jo'lborsni egallashdi, lekin afsuski bu yil o'zbekistonlik agentliklarning qo'lga kiritgan yutuqlari unaqa ko'p bo'lgani yo'q. Bu o'sha yana bir marta Markaziy Osiyodagi reklama marketing bozorida hozirgi paytda qozog'istonlik agentliklarning ancha ustunligini ko'rsatib qo'ydi. Umuman oladigan bo'lsak, o'sha Jo'lbors festivalini yana bir marta aytib o'taman, juda ham qiziq bo'ldi, juda ham yaxshi bo'ldi va barchani Jo'lbors festivalining saytiga kirib, o'sha yerdagi bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'sha yerga joylab borishda o'sha kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Kelasi yili hali e'lon qilishmadi qayerda bo'lishini, lekin agar Toshkentda bo'lsa, kim bora olmagan bo'lsa, albatta keyingi safar kelishinglarni tilab qolaman. Jo'lbors festivali tugadi, lekin Toshkentda reklama marketing sohasidagi tadbirlar tugagani yo'q. Kelasi hafta o'sha o'tgan safar aytganimdek 11-12 oktyabr kunlari Toshkentda Hayat mehmonxonasida Toshkent xalqaro reklama festivali TAF bo'lib o'tadi. U yerda ham juda ham ko'p mahalliy va xalqaro mutaxassislar qatnashishadi. Kelinglar, qiziq bo'ladi. Juda ham ko'p bilimlarga va networkingga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Endi xalqaro yangiliklarni aytib o'tadigan bo'lsam, biz bilamiz, dunyoda eng boy, eng katta kapitalizatsiyaga, eng katta qiymatga ega bo'lgan kompaniyalar bo'ladi. O'sha Apple, Amazon va shunga o'xshagan boshqa Metaga o'xshagan kompaniyalar, Nvidia. Bu kompaniyalar hammasi rus tilida aytganda publichniy kompaniyalar, ya'ni aksiyalari ochiq bozorda sotiladigan kompaniyalar hisoblanadi. Undan tashqari xususiy bo'lgan kompaniyalar bor va aynan mana shu xususiy kompaniyalar reytingida dunyoda yetakchi o'zgardi. Uzoq vaqt davomida ushbu reytingda Elon Muskning SpaceX kompaniyasi yetakchilik qilayotgandi, lekin o'tgan hafta oxirgi bir yil ichida eng katta shov-shuvlarni dunyo bozorida qilayotgan OpenAI kompaniyasi, ya'ni aynan o'sha ko'pchiligimiz ishlatadigan ChatGPT kompaniyasini, ChatGPT botini yaratuvchisi OpenAI kompaniyasi dunyodagi eng qimmat xususiy kompaniyaga aylandi. Bitta narsani tushunish kerak, bu o'sha xususiy kompaniyalar reytingida uni narxi $500 milliard qimmatga baholandi. Lekin o'sha kompaniyalarning evolyutsiyasi shunaqa bo'ladi. Birinchi xususiy kompaniya bo'lib turadi va ma'lum bir etapga kelgandan keyin albatta o'sha public kompaniyaga aylanishadi, ya'ni o'zining aksiyalarini chiqarib, aksiyalari sotuvi natijasida kompaniyaning narxi kelib chiqadi va o'ylaymanki yaqin orada OpenAI ham publichniy kompaniyaga aylanadi. Sun'iy intellekt mavzusini davom ettiradigan bo'lsak, o'tgan haftada Telegram messenjerining asoschisi Pavel Durov Qozog'istonda sun'iy intellekt laboratoriyasi ochishini e'lon qildi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili Pavel Durov Markaziy Osiyoga turne uyushtirganda, o'shanda O'zbekistonga va Qozog'istonga kelib o'sha sharoitlar bilan tanishganda, o'shanda ma'lum bo'luvdiki, Pavel Durov o'zini o'sha biznes salohiyatini, biznes rejalarini afsuski biz bilan O'zbekiston bilan emas, Qozog'iston bilan bog'laganligi va
o'shanda Qozog'istonda ma'lum bir loyihalarni amalga oshirishni e'lon qilgandi va mana endi o'sha sun'iy intellekt laboratoriyasini ochishni e'lon qildi. Qanday ko'rinishda bo'lishi hali noma'lum, lekin bu baribir yaxshi yangilik. Qozog'istonda bizning qo'shnilarimizda xalqaro kompaniyalarning katta loyihasi bo'lishi bu juda ham zo'r narsa. O'tgan hafta Click kompaniyasi bilan yana bir o'zgarish bo'lib o'tdi. Unaqa katta bo'lmagan, lekin juda ham muhim o'zgarish. Barchamiz bilamiz, yaqinda Click kompaniyasining 49% Qozog'istonning Xalq bankiga sotilganligi e'lon qilingandi. Ushbu kelishuv amalga oshirilgandan keyin ikkala davlatning regulyatorlari ushbu kelishuvga ruxsat berishligi kerak edi va aynan Qozog'istonning regulyatori Xalq bankiga Clickning 49% ni sotib olishga ruxsat berdi. Endi ushbu kelishuv to'liq amalga oshishi uchun O'zbekistonning regulyatori, ya'ni bu Markaziy bank, O'zbekistonning Raqobatni oshirish qo'mitasi ushbu kelishuvga ruxsat berishligi kerak. Mana birinchi qismi tugadi, ya'ni Qozog'istonning regulyatori ushbu kelishuvga ruxsat berdi. O'ylaymanki, yaqin orada O'zbekistonning regulyatorlari ham ushbu kelishuvga ruxsat berishadi va сделка amalga oshgandan keyin Clickning bir qismi Xalq bankiga o'tadi va Xalq bankining O'zbekistondagi banki Tenge bankning bir qismi Clickga o'tadi. O'tgan hafta yana bir uncha yaxshi bo'lmagan yangilik bo'lib o'tdi. O'zbekistondagi yana bir developer kompaniyasida mojaro kelib chiqdi. Ya'ni o'sha developer kompaniyasi bilan uy qurilishiga shartnomalarni imzolagan mijozlar o'zlarining noroziliklarini e'lon qilishdi. Ya'ni o'sha uylarning vaqtida qurilmayotganligi, o'zlarining pullari qaytarib berilmayotganligi haqida ommaviy axborot vositalarida bir katta mojaro bo'ldi desak bo'ladi. Ya'ni skandal bo'ldi. O'sha bir necha jurnalistik ma'lumotlar e'lon qilindi. Kompaniya o'zining versiyasini bildirdi bu mavzu bo'yicha. O'zi umuman O'zbekistonda barchamizga ma'lum juda ham ko'p qurilish kompaniyalari paydo bo'ldi va agar dunyo tendensiyasiga qaraydigan bo'lsak, aslida bu afsuski mana shu rivojlanishning bir ajralmas qismi. Afsuski bunday holatlar hamma yerda bor. O'sha guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandekki, uy qurilishi sohasida butun dunyoni agar bo'lib o'tgan mana shu tendensiyalarni ko'radigan bo'lsak, butun dunyoda har doim qurilish bumi bo'lganda albatta mana shunday insofsiz deylik qurilish kompaniyalari mavjud bo'ladi. Albatta shunaqa kompaniyalar tabiiyki ular ma'lum bir vaqtdan keyin yo'q bo'lib ketishadi va afsuski o'sha shunaqa kompaniyalar bilan shartnoma qilgan mijozlar bu narsadan eng ko'p zarar ko'rishadi. Bu holatlar Rossiyada ham bo'lgan, Qozog'istonda ham juda ham ko'p bo'lgan, hattoki o'sha bugungi kunda juda eng xavfsiz investitsiya hisoblanadigan Dubayda ham o'z vaqtida bo'lgan bunaqa holatlar va o'sha rivojlangan g'arb mamlakatlarida ham. Afsuski bizda ham shunga o'xshagan holatlar oxirgi vaqtda juda ham ko'p bo'lyapti va endi ko'rdik, hukumat tarafidan bir nechta qarorlar qabul qilindi, o'sha escrow shotlar, hisoblar kiritildi. Menimcha bundan buyog'iga qurilish sohasida qonunchilik kuchayib boradi, ya'ni qurilishni amalga oshirish uchun beriladigan ruxsatnomalar berilishi qiyinlashadi, sababi aynan mana shunga o'xshagan holatlar vujudga kelmasligi uchun. Lekin meni bitta maslahatim, doimiy ravishda biz o'zimiz ham agentligimizda juda ham ko'p qurilish kompaniyalari bilan ishlaymiz va o'sha qurilish kompaniyalari bilan ishlashdan oldin biz o'zimiz ham hujjatlarni tekshiramiz, sababi o'sha bir yolg'onning sababchisi bo'lib qolmasligi uchun. Albatta biron bir qurilish kompaniyasi bilan uy qurishga investitsion shartnoma tuzayotgan paytingizda hamma hujjatlarni maksimal darajada tekshirishga harakat qiling va yana bitta narsa, endi qurilish kompaniyasining eng asosiy ishonchi, shaxsan meni fikrimcha, bu ushbu kompaniya tomonidan qilingan ishlarga e'tibor berishga harakat qiling. Ya'ni bungacha nima loyihalarni qilishgan, o'sha loyihalarni tugatishganmi, tugatishmaganmi, vaqtida tugatishganmi, qanaqa loyihalar sifatli qilishganmi yoki qilishmaganmi, shunaqa narsalarga e'tibor berib, o'zingizni pulingizni investitsiya qilishni o'ylab ko'rib qiling. Sababi har doim ham arzon degani bu ishonchli degani emas, ayniqsa qurilish sohasida. O'tgan hafta yana bir meni fikrimcha juda ham noto'g'ri holat yuz berdi. Toshkent shahar hokimligi tarafidan juda ham ko'p kompaniyalar, yo'l yuzida joylashgan do'konlarning peshlavhalari, rus tilida aytganda viveskalari reklamada baholanib, demontaj qilinishi talab qilinyapti yoki o'sha reklamada baholangandan keyin reklama qonunchiligi asosida reklama pasporti, ya'ni tashqi reklama pasporti rasmiylashtirilishi talab qilinyapti.
shaxsan mani fikrimcha, men ushbu chinovniklardan uzr so'ragan holatda bitta narsani aytamanki, men bizda reklama qonunchiligi bilan shug'ullanadigan, reklama qonunchiligini regulyatorlik funksiyalari bilan shug'ullanadigan tashkilotlarda marketing va reklama mutaxassislari yetishmasligi bor fakt deb hisoblayman. Peshlavha viveska bilan reklamani aniq farqi bor. U butun dunyoda ham farqi bor. O'zbekistonda ham ilgari bu narsa aniq tushunilgan. Hozir nima o'zgarib qoldi? Men o'zim ham hayronman, bilmayman. Sababi viveska, peshlavha bu magazinning nomi yoki o'sha bo'lib o'tayotgan tashkilotning nomi. U reklama deb baholanishi noto'g'ri. To'g'ri, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha reklama deb o'sha qonunchilikda bitta jumla bor. Reklama deb mahsulot yoki xizmat haqidagi istalgan ma'lumot, tarqatiladigan ma'lumot, istalgan ma'lumot reklama deb hisoblanadi deb aytiladi. Lekin peshlavha bu viveska, reklama bu reklama. Agar biron bir magazin o'zini nomini tepasiga yozib qo'yadigan bo'lsa, bu reklama emas. Bu magazinning nomi, bu ushbu magazinning nomini ma'lumoti. Bu narsani reklama deb baholash noto'g'ri. Ushbu magazinlardan yoki ushbu kafe, restoranlardan buni olib tashlashni yoki reklama deb talab qilishni o'zi bir ahmoqgarchilik. O'shaning uchun men endi odatiy ravishda bunaqa yengilliklarni o'qisa, ya'ni facepalm paydo bo'ladi. Juda ham hayron qolamiz, mutaxassislar bilan o'zimiz gaplashganimizda ham hayron qolamiz. O'sha aytgandekki, ozgina bu narsaning ichiga kirish kerak. Ya'ni do'ppisini olib kelgan desa, kallasini kesib kelish kerak emas. Faqat umid qilamiz, boshqa hech nima qila olmaymiz bu holatda. Aynan bu narsa qachondir o'zgarib qolishini, qachondir bu sohadagi chinovniklar mutaxassislar fikrini eshitishini yokida mana shu sohani mutaxassislarini mana shunday qarorlarni qabul qilayotganda maslahat uchun chaqirishlarini tilab qolamiz bo'ldi. 28-sentyabr 5-oktyabr haftaligida bo'lib o'tgan marketing va reklama sohasidagi yangiliklar mana shundan iborat. Ma'lumotlarni vaqtida bilib borishni istasangiz, albatta podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang.